Hammaga azizlar, sizlar bilan Bobur Trader YouTube kanalida ko'rganimdan juda ham xursandman do'stlar. Albatta kecha birinchi qism chiqdi do'stlar. Trading birinchi qadam demo variantda bizlar trenirovkani boshladik do'stlar. Albatta g'oyibona ko'rishganimdan juda ham xursandman. Kimlar-kim o'zini bilimlarini kuchaytirib, misol demoda mashq qilishni boshlagan bo'lsa, agar minuslardan charchagan bo'lsa, xuddi o'zimday minuslardan charchagan traderlar ham bu videoni ko'rishlari mumkin. Yoqsa like bosib qo'yarsiz. Balki video yoqsa obuna bo'lish ham esdan chiqmasin deb qolarman, tasodif kimdir ko'rayotgan bo'lsa. Bo'lmasa bizlar ikkinchi qism boshladik. Bo'lmasa platformaga o'tamiz. Xo'p do'stlar, mana shu platformaga o'tirib qoldik. Xo'p. Kecha balansimiz albatta $26.66 etdi do'stlar. Bugun yaxshi kayfiyat bilan balansni ko'taramiz. Albatta like'lar banglab tashlang do'stlar. Like, kommentariya iloji boricha. Kanalimiz prosta rivoj uchun kanalimiz juda ham pasayib ketdi. Reytingi odam obunachisi ham kamaygani yo'q. Inshaalloh Xudo shukr ham ko'paysin. Prosta aktivlarimiz baribir kam. Xo'p do'stlar, bizlar yana kechagi strategiya bilan ishlaymiz. O'z cho'tki vaziyatlar bo'lyapti, lekin foizimiz juda ham kam ekan. Japan xullas chalkashmadi. Audio Shvetsiya frankimi, xullas shunaqa. Avidan cho'tki vaziyat bo'lyapti. Ya'ni bu yerga o'sha katta switchlar yonyapti. Yana oldingi sistema, hozir mana bu chiziqcha. Misol mana bu chiziqqa tegib o'tiribdi. Narxni qayerga ketish, xullas tepaga balki pastga. Men taxminim bo'yicha narx kutamiz. Hop. Bitta time frame ni tekshiramiz. Albatta kimda misol demoda baribir ham qiziqish bo'lmaydi, emotsiyalar o'zi yarasha bo'ladi, chunki realniy pul emas. Shuning uchun ham ko'p bilsangiz misol yoqmaydi-da xullas, agar nima qilish, misol demo hisobida ko'p ishlash. Bizda ham juda ham ko'p ishlamaymiz, ma'lum bir miqdor. Ya'ni bizlar $10 misol boshladik, $26 bo'ldi. Bir kunlik natijam ko'rsatmadim. Keyingi kunda video qilib ketdim do'stlar. Hammadan ming uzr so'rayman. Xullas, biz ikkinchi kun hozir ko'ramiz, vaziyatga qaraymiz. Qarorchi pastga qarab bizga ketyapti. Hozir biz kutib turamiz. Mana shu yerdan do'stlar pastga qarab zirtga ochamiz. Albatta bu yerda narx juda ham ajoyib harakat qilyapti. Menimcha pastga qarab harakat bo'lishi kerak. Menimcha biz kechroq kirdik deb o'ylardim, lekin juda ham to'g'ri ishonchli kirdim, chunki narx pastga qarab do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu signal berdi do'stlar. Shuning uchun RSI bilan Moving Average indikatorni ishlating. Prosta bu strategiyadan bugunchalik voz kechganimiz yo'q hali. Bu strategiya ajoyib ishlayapti. Faqat bizlar demo hisobda mashqlarni davom ettiramiz. Kimda kim qiziq bo'lsa videoni ko'ring oxirigacha albatta. Yoqadigan umiddaman do'stlar. Bu plyusda. Mana do'stlar, mana kechagi minuslarimiz, mana bugungi plyusimiz ajoyib. Hozir do'stlar mana shu bitta liniya tortamiz. Sal do'stlar uyqu bosibdi, uzr. Xo'p do'stlar, albatta kimda kim demo hisobda trenirovka qilish, demo hisobda mashq qilishni
ko'p treyderlar tavsiya qilishmaydi. Birdanasiz rezultat qilamiz. Prosta bu sohani prosta oddiy qilib tushuntiradi-da ular. Baribir ham tajriba orttirish uchun sizlarga albatta demo hisob kerak do'stlar. Yana $30 bo'ldi. Xo'p. Narx shu yerdan qaytishi konsultatsiyani ko'rishimiz mumkin. Baribir ham yolg'on signallar bo'ladi do'stlar. Mana sevchamiz yolg'on signal bo'lgani uchun yana ikkita pastga qarab zelkani ochdik. Chunki nega degan savol bo'lishi mumkin. Ko'proq holatda yolg'on signal bo'lib qoladi. Shu holatlarda narx bitta harakat berishi mumkin. Lekin baribir ham narxning kuchi juda ham yuqori. Shuning uchun ko'ramiz. Qani bizda yolg'on signal bo'libdimi yo haqiqiy signal bo'libdimi? Vaziyatga qarab baho beramiz do'stlar. Agar minus bo'lib qolsa, sal dagon olishga bugun majbur bo'lib qolamiz do'stlar. Dagon olganda ham do'stlar, minimal risklarni hisobga oling do'stlar. Balansimiz kichkina, misol shtabik misol $100 emas, atiga ozroq misol ertaga misol real hisobda ishlasangiz ham misol o'zingizda misol kamroq pulus bo'lishi mumkin. Har xil vaziyat bo'ladi-ku. Shuning uchun do'stlar, hech qachon o'zingizni byudjetingizga qarab zelkaga kiring. Mayli do'stlar, mana shu ikkita ko'ramiz. Qani polisheniyaga qarab zapasga ketadigan yolg'on signal deb hozir aytgan edim do'stlar. Ko'ramiz haqiqatan ham yolg'on signal bo'ladi yo minusga kiramiz yo plyusda chiqamiz. Albatta bizlar o'z vaqtimiz tugadi. Hech qisi yo'q do'stlar. Mana shu yerda o'zida do'stlar $3 qilamiz. Tepaga ikkita olamiz. Riski. Ko'ramiz. Vaziyatni ko'ramiz. Do'stlar, hozircha men kichkinaroq time framelarda ishlab ko'rsatyapman. Lekin siz ham 1 minutlik, 3 minutlik, 5 minutlik bor kattaroq time framelarda prosta men ko'p vaqt ketib qoladi, videomiz cho'zilib ketadi. Shuning uchun kichkinaroq time framelarda misol analiz qilib nima qilyapman. Shuning uchun do'stlardan iltimos qilib qolardim. Sizda ham qiziqish yo bir shu tradingga misol nima bo'ladi. Ona ahvolim chatoq bo'ldi do'stlar. Nima qilamiz do'stlar? Real hisobda bo'lsa ham nima qilamiz degan savollar javob olishi mumkin. Chunki strategiya o'xshamadi. Biz azartga kirib ketishimiz aniq. Biz tepaga qarab narxni chiqib ketadi deb ishongandik. Afsus, xuddi men o'zim signalim o'zimga qarshi chiqdi do'stlar. Ya'ni eng pastga ketadi degan edim. Shunaqa vaziyat bo'ladi. Endi majbur bo'lamiz. Endi misol biz kechagi savdoda misol $2 minusda chiqdik. Hozir esa bizlar bugun misol $6 minusda bo'lamiz. Lekin bizlar dagon qilmasak bo'lmaydi do'stlar. Shuning uchun dagonni $8 qila olamiz. Xolos, $8 qilsak foydasi bilan bizlar dagonimiz qaytadi. Hop, boshqa valyuta juftligini olamiz. Yo, OTC'da parallelda ishlamaymiz do'stlar. AUD-USD. Hop, bu yerda ham ko'ramiz narx shunaqa bo'pti.
to'g'ri kamchiliklar bo'lsa ming bor uzr so'rayman. Umid ko'raman. Pastga gap kelyapti pastga. 30 minutgina qilishiniga tushunarli. Pastga ochdim do'stlar. 2 daqiqaga. Chunki mana bu sevetcha shunaqa vaziyatda bo'ladi do'stlar. Любой misol shtabi treyderlarda ham demo hisobda emotsiyalarni boshqarish kerak-da do'stlar. Agar hozir bizlarga minusga kirsa, bizlar bilmadim, ertaga videoni ertaga davom ettiramiz. Agar plyusga kirsa, ko'ramiz. Narximiz pastga qarab atkat berishi kerak edi. Taxminim bo'yicha. Xo'p do'stlar. Narxning mana shu sevetchani o'zi ham juda katta narsani belgilayapti-da. Chunki juda katta qizil sevetcha yongan, ham to'liq. Shu soyasi tepada yo'q ham uje. Shuni hisobga oldim, balkim shuni hisobga olib, zelkani pastga qarab ochdim-da do'stlar. Mana shu biz aytganda strategiyamiz o'zini oqladi. Tradingda ham, misol rezultatlarda ko'p misol treyderlarda ham minuslar bo'ladi. Ko'p treyderlar minusni aytmaydi-da do'stlar. Kuni shu $1000 yo'qotsa ham, $3000 yo'qotsa ham faqat rezultatda umuman boyda o'ylab qolaman do'stlar. Umuman tradingda minus yo'q deb o'ylaydi-da odam misol. Oddiy kuzatuvchilar ham misol kanalimiz podpischiklari umuman shu sohada endi qiziqqan yigit qizlarimiz ham birdan boraman, короче, 1-2 oy kursda o'qiyman, o'sha 2 oydan keyin o'sha men trenddaman, o'sha treyderman. 1 yilda misol $5000-10 oyga 5000 topaman, birinchi 3000 topaman, keyin $5000-10 topaman. Mashina olaman, uy qilaman. Bu короче nimasi bo'ladi-da, короче, motivatsiya kuchayib ketadi-yu, o'zi ishonchi. Lekin real bozorda nima desam bo'ladi? O'zining nimasini bilmay qoladi do'stlar. Xo'p. Shuning uchun yolg'on motivatsiyalar juda ham ko'payib ketdi do'stlar. Shuning uchun bizlar yana $2 ga qaytamiz. Yana ikkita zelka qilib bizlar o'zimizning Avstriya dollar mana buyoqqa kelish kerak. Xullas yana mana shu yerdan sal kech qoldik, tepaga olmoqchi edim. Keyin 4 minutga qo'yay. Sizlar bilan bahorcha gaplashamiz. Ochdim. Yana bitta ochib qo'yay. Xo'p. Trading bo'yicha gaplashib o'tamiz do'stlar. Misol, siz kursga bordingiz, kursga borasiz. 3 oy, 4 oy, misol 3 oylik kurslar bor, har xil misol forex o'rgatmoqchisiz. Misol, Binarum haqida hech qanaqa kurs yo'q-ku hozir. Bo'lishi mumkin. Ko'p treyderlarda kurs yaratgan, misol video, misol kurs qilib taxlab chiqadi. Misol, uni sotib olishingiz kerak. Agar o'sha sotib olsangiz ham o'sha kursga foyda beradimi, yo'qmi degan savollar bo'lishi mumkin do'stlar. Shuning uchun главный eng yaxshi tarafi bu o'zingiz demo hisobda tayyorlanishingiz, grafikni ko'rishingiz, kuzatishingiz. To'g'ri, Binarumda misol kurslar, misol tekin kurslar har xil YouTube kanallarda bor. O'shalarni ko'rib chiqishingiz kerakda, lekin hozirgi zamonimiz juda ham shu soxta vadavozlar bilan ko'payib ketyapti do'stlar. O'zim trading dahosiman deb
faqat rezultat bu, hech minusini ko'rsatmaydi-da. Minus qani minus bo'lishi kerak-ku. Trader minus qiladi-ku degan savol go'yoda o'zimni ham o'ylantirib qo'yadi do'stlar. Faqat rezultat kirasiz, uchta boyib ketasiz, kuchayasiz, уже mashina, joy, уже dahoyat millionersiz boysiz. U xayolda u bo'lmagan narsa do'stlar. Shuning uchun do'stlar, tradingda yolg'on va'dalarga ishonish bo'lmaydi do'stlar, hech qachon. Faqat realniy o'rganish kerak do'stlar. Shuning uchun kimdir demoda, misol shu videomni ko'rayotgan bo'lsa, demoda mashq qilishni, misol siz real hisobda o'tdingiz, birinchi oy, ikkinchi oy minusdasiz. To'g'ri do'stlar, men oylab minusda bo'lgan paytlarim bo'lganda, даже to'g'ri, misol mana pul ichganman, ichgan paytlarim ham bo'lgan, self qilganlarim ham bo'lgan, pul ichganlarim ham bo'lgan. Go'yoda 50 50 bo'lib qoladi. Har xil vaziyat bo'ladi do'stlar, lekin hech qachon o'rganishdan to'xtamaslik kerak degan fikrda bo'laman-da har doim. Любой trader ham minus qiladi, pul yo'qotadi, lekin professional trader sifatida kiradi. Misol men 5 yildan, 8 yildan beri professional trader shunaqa yuribman deydilar, lekin hech misol shtobi minuslari yo'q, faqat rezultat, pul, faqat soqqa rezultat ko'rmaysizda. Minuslar yo'q, faqat shu pulni ko'rsatib maqtanish, u narsa xuddi mashinadek bo'lib qoladi. Misol unaqa traderlarga umuman ishonmayman-da. Shuning uchun do'stlardan iltimos qilib qolaman. Agar siz Binarumda hech qanaqa video kurs, ko'p YouTube kanallarda bor, video kursda o'rgansangiz bo'ladi. Realniy video kurs sotib olishingiz kerak. U ham deyarli ochiqcha video kurs yo'q Binarum uchun. To'g'ri, ko'p insonlar Binarumni qimor deb nima qilishadi, go'ylaysa, misol qimorga o'xshatishadi Binarumni ham. Chunki bu yerda ham narxga qarab pul tikiladi, Forexda ham pul tikiladi. Ikkalasi ham bir xil. Forexda ham pul tikiladi narxga qarab. Bu yerda ham pul tikiladi. U ikkovi bir xil-ku. Shuning uchun ham menimcha ikkalasi ham qimor deyishsam deyish mumkin, lekin shuning uchun do'stlar, qimor deyishdan oldin hamma narsa qimor bo'lib ketsa, u yashagani hojati yo'q. Shuning uchun iloji yo'q. Shuning uchun do'stlardan iltimos qilib, tradingda ishlab so'qa qolaman desangiz, kim nima desa ham e'tibor qilmang. Faqat soqqa topishni o'ylang, bilim mustahkamlang, qarorchi harakat qiling. Boshqa motivatsiya yo'q do'stlar. Xo'p, mana do'stlar, menga o'zi yana mana bu получение siz atlashni deb Robert o'zi tabrik yo'radi. Albatta bu demoda mashq qilsangiz shunday, kimlar mashq qilsa ham biladi, eski traderlar ham. Shuning uchun do'stlar, do'stlar uxlayotgan kelib qopti, esnab qoldim uxlab. Shunaqa. Xo'p, do'stlar, bugun kecha $26 bilan yakunladik bozorda. Biz pul уже nima qila olmadik. Bugun mana уже $33 bo'ldi. Ya'ni bugungi foydamiz, zararimiz ham ko'payib ketdi do'stlar. Lekin biz foydada qoldik. Bugun zarar hisobi 1 3 4 ta zarar, 2 ta 3 4 5 6. 6 ta plus delkamiz va 4 ta minus delkamiz do'stlar. Chunki siz demoda plus delkalaringiz qancha ko'p bo'lsa, misol minuslaringiz, misol 10 tadan 4 ta minus qilsangiz, pluslaringiz ko'p bo'lsa, o'sha minuslarni strafovka qilish uchun anchagina yaxshi bo'ladi-da. Har kun misol siz minus qilib, dokazni minus qilishingiz shart emas. Misol
buni ham mana hozir mana misol mana 4 ta minus bor. Real hisobda ham xuddi shunday bo'ladi. Misol realda ham misol siz 4 ta minus qilib, misol 6 ta plus qilsangiz ham bozorni yopib chiqib ketsangiz bo'ladi. Aynan yana 4 ta minusda mana shu do'stlar eng katta xatolardan biri. Ko'p treyderlarni shunday qilsa, 4 ta minus ko'zga yomon ko'rinadi. Shu minusni yomon ko'rinadi-da, shuni plus qilaman deydi misol. Pul ish qilib, pul qilaman deydi, lekin xato yo'l qo'yib, balansdagi hamma pulni yo'q qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ana shu katta xatolardan o'zingizni saqlang do'stlar. Bugun balansimiz $33, u yoqda $26 bo'ldi. $7 o'zi bizlar plusdamiz do'stlar. $7 ham boshlanishiga yomon pul emas do'stlar. Shuning uchun nafsni ko'pga kattaroq olmang do'stlar. Shu videoni ko'rayotganlar bo'lsa, astoydil tradingda ishlab rezultat qilaman, misol o'z ustimda ishlayman degan treyderlar uchun bu video. Xo'p, sizlar bilan Bobur trader bo'ldi. Oliy maqsadlarga yetishamiz, albatta kuchayib ketamiz do'stlar. Hammaga ham shunaqa motivatsiya gaplar bor bo'lsin. Короче, tradingda shug'ullanayotgan, binorimda ishlayotgan, minus uchrab, pulni yo'qotgan do'stlarimizga ham tasalli bo'ladi do'stlar. Xafa bo'lmang, ishni bosish kerak do'stlar. Soqqa bu yerda daqiqa do'stlar. Shuning uchun bilimni oshiring, soqqa daqiqa do'stlar. Soqqan ishlaymiz. Pullaringizni qaytara olasiz do'stlar. Shuning uchun tushkuliga tushmay, faqat bilim olib, Bobur Trader YouTube kanaliga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Har sog' salomat bo'ling. Tez kunda videomiz keyingi qismi ham chiqadi. Sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.